do'stlar, bugun biz birgalikda Minecraftda yer tagida 24 soat yashab qolamiz. Mana yerda busordim. Ayo, shunaqa edi-ku. 24 soat yashab qolamiz. Bizga nariga ikkinchi qishloqqa ketadigan, qo'shni qishloqqa ketadigan joy topishim kerak. Bu yerda sigir sakrayaptimi? Voy, puti. O'zing chiqavergansan, gumman sakraysan. Yerga kirish kerak. Men o'zim ham iz qo'yib qo'yganman. Ozginchasini quvurdim yerni. Mana shu joyi. Ozgincha joyi quvurlangan turibdi. Yerning tagida 24 soat yashab qolamiz. Endi hamma joyda xona qilish kerak. Do'stlar, pauza qilib turing, xona qilgandan keyin ko'rsataman. Короче, do'stlar, mana xonani tayyor qilib bo'ldim. Endi narsalarni qo'shni qishloqda narsa so'rab olib kelib olish kerak. Yana pauza qilib turaman. Rahmat narsalar uchun. Arzimaydi. Endi do'stlar, lekin men hammasini o'zingizga shunday berib yubormayman. Nima uchun berib yuborasan? Menga огородni tozalab berishing kerak. Oppo. Mayli, hozir tozalab beraman. Ketib qolma. Xo'p. Buni qanday qo'y ekan, ha? So'r ekan. Shu seni uyingmi, qishloqqa? Men uyimga so'rag'isi kiryapsan. Tekimmi? Hozir bermayman narsalarni. Voy xo'p. Ko'rdim. Bosh. Shuni qilib berish kerakmi? Bo'pti-da. Bemalol. Mayli, do'stlar, o'zi aytibdi-ku, bizda qochsin tovuq. Tovog'imni urma. Xo'p. Narsalarni endi огородni tozalab berish kerak-da endi do'stlar, nima edi? Oson-ku endi. Огород tozalaydigan narsa ham qo'l o'ldik qo'yaman hozir. Oppo, buni bu yoqqa ko'rdi. Justice boy. Bo'lmay nima qilyapman? O'zing qilmasam. Unda narsalarni o'zing top. Tuba, qo'shni qishloq desa. Qanday qo'shni? Do'stlar. Короче, do'stlar. Bu yoqqa buni ekish kerak edi. Qancha qishloqqa? Qayerga ketdi endi? Videoga qo'yib ol. Narsalarni boya tovuq o'ldirib qo'ydimmi men? Bizga shuncha narsa beruvdi. Mana narsalarni o'zinikiga qo'yib qo'y. Baqirib o'tirmas. Bo'ldi, men ketaman. Eshigini o'zing yopib qo'yasan. Yo'li qayerda edi endi? Qayerdan ketardim? Esimdan chiqib ketdi, do'stlar. Anno sharshalar yonida ketardim, menimcha. Obbo! Bu zo'r ekib qo'yibdimi? Qani endi? Qayerdan ket? Mayaqdan ketardim, mayaqdan. Kompot tuymi? Kompot. Tezroq endi boshim kerak, do'stlar, borguncha pauza qilib turaman. Короче, do'stlar, kelib oldik endi kiramiz. Endi narsalarni qo'yamiz, mebellarni. Mana hozir mebellarni ko'rasiz. Mana shuncha mebel. Kallamga kripinni kiyib olganman, shapkasini. Aytib beramiz. Endi narsalar qo'ygunimcha pauza qilaman. 1 2 3. 1 2 3. Hop. To'xta, o'xshamayapti. 1 2 3. Hop. Mana. Shunaqa bitatdim. Yotadigan joy mana yerda.
zo'r baho beringlar kommentariyaga. Endi shu yerda 24 soat yashab qolishimiz kerak. Kechqurun tushibdi-ku. Shunday ishimiz. Yo bugun hozir kechqurun tushgan hisob qilmaymiz, biz yotib olaylik. Iya. Ну, тут сейчас не получается рядом прочат. Nima tashish kerakmi? Buni ana tashish kerak. Endi ana. Mayli-da endi. Uxlab olish kerak. Endi ertalab tushdi, endi 24 soat kutamiz. Mana soat. Kutamiz endi shu yerda. Ya, men yoqda yopmayapman-ku. Loyim qan. Loyvocha. Loyvocha. Ben yopda chashim kerak-ku. Bu yerda teshik qo'yib ko'rinib qoldi. Mana shu yerdan qo'yish tushib turadi bo'ldi. Endi bu yerda yashab o'tirish kerak. Zirkali Wi-Fi ham yo'q qilamiz. Yo'qda chunki Wi-Fi. Ovqat olib kelmayapman, eng qizig'i, ovqatsiz yashaymiz. Ovqatini prosta qaranglar-da. Tepada ovqatim turibdi. O'sha qornim muchib qoldi. Ovqatsiz yashaymiz. Ovqatim olib kelmadim. Bu yerdan ko'chaga chiqish yo'q. Ko'lab o'tiramizmi endi? Voy, nima qildim? Bu yana rasmni olib tashlabman. Qayerni ko'lab o'tiramiz? Meni ko'lab o'tiramiz. Ko'limizda ko'lamay nima ham qilamiz? Zirkanidan odam ko'lab o'tiradi. Ko'lab. Tekizlab tashlabman. Ko'l dilamga o'xshab. Hamma yo'q. Yo'q, o'zi tugatib qo'ydim-ku. Yana bu yoqda qolib ketdi. Yo'q. Hamma yoqda tashlayman. Hamma Jitil qarab turibdi-ku teshikka. Ha, Jitil, nima bo'ldi? Ha? Nima qaraysan, ha, Jitil? Hamma teshikdan qarasa bo'l. Yuqdi og'iz o'xshab qoldi. Mana ham turibdi. Yo'q. Yana qanday qilsam bo'ladi? Shunaqa joy bormi? Bo'ldi-da, endi qolmadi-da. Endi nima qilsam bo'ladi? Mayoq yer buyoq sindirib bo'lsa ham Oppo, nima qilsamki qaytarib chiqsa mumkin emas. Furmosh teshikdan ko'chani qarasa bo'ladi bo'ldi. Men olib tashay. Sen nima qilaman? Sinaqib. Ana xolos. Shu yerda tomosha qilmoqlaman. Hozir nima qilsam ekan? Uxlaymanmi? Sakrayman. Zirkali o'qitar ekan-ku. Endi shartimni bajarib